Qaynonangizni opasini eri yaxshi odam ekan. Qaynonamni opasini eri yaxshi odam. Chunki qaynonamni opasini eri xotinini deb oilasidan даже voz kechib yuborgan. Qaynonamni opasi qaynonasi bilan urushgan. Keyin kadis pochcham ayasidan voz kechib yuborgan. Nimaga meni xotinim bilan urushasan deb. Shunchalik yaxshi inson. To'g'ri ma'noda gapiryapman. Qaynonam eri bilan ajrashgandan beri qaynonamning oilasiga qarashadi. Yordam beradi. Chunki xotinim ketib qolmasin dedi-da. Oilasidan voz kechib yubordi-ku xotinini deb. Shuning uchun. Agar xotini ham ketib qoladigan bo'lsa, ajrashadigan bo'lishsa, o'zi qolib ketadi. O'shaning uchun rosa yaxshilik qiladi. Qaynonamga ham, xotiniga ham. Bu guruchni shunaqa kiyim bilan yesa, vashshe cho'tga ketadi.